84 metr kvadrat sizga именно 3 xonalik, 4 xonalik klinikon uy uchun so'ralyapti. Bunga nima deysizlar? Ikkita balkonligi. Realni aytaman, zo'r. O'tgan safar Bobur Mansurov deb yozordik, lekin yozmadilar. Kommentariy bu aniq edi, lekin Kamila Lolo baraka topsinlar, like ham bo'lsinlar, yozib ham bordilar. Yozmadilar. Yozmadimi? Ha, endi yozadilar bo'lsa. Ushbu kvartiramizda konkretno sizga balkonni o'zini ko'rdingizlar, plastik hammasi almashgan 15-maktab hovlizda. Bog'zor ham bor, yo'lni usti ham, sizlarga kliniklar ham, bolnitsalar ham, полный harbiy qismni ham shoqib kelib qo'yganmiz. Bu 5 etajga ham o'shani 4-etajda samozel dush, раздельный прихожка и ana shunaqangi asosiy kirish qism. Sizga qatorasiga 3 ta xona, mehmonxona 6 metr, mana bu siz детский и mana bu yerda master spalnya, kattalar yotoqxonasi, mana bu yerda tashqi balkoni bilan. Agar mabodosiga xudo xolasa savramenroq oila qilaman desangiz, mana shu yerga ham shunday qondirsangiz ham bo'ladi. Endi ko'z ola ketiring, 452 million so'm. Ko'z ola ketiring, 452 million so'mga 3 xonalikda 4-etajdan. Yomon emas. Bunaqangi narx bilan qayerdan kvartira topasizlar? Ayting, yo'q. Hech qanaqa qarzi yo'q, hech kimdan, hech qanaqangi hujjati, muammosi yo'q. 0 qilib beriladi 100%. O'zimiz qilib beramiz, muammosi yo'q. 5 etajga, 4-etajda lift yo'q. Agar men bu ko'proq pullar bo'lib qolsa, отдельно lift qilsangiz ham xudo xolasa bemalol ekan. Pulim ko'p bo'lsa, pulingdan nima qilaman, uy oldim degan xayol o'tdi, xayol o'zar. Mana shunday. Bizani kuzatib boring, borlaringizga ham shukr.